Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Qo'qon shahrida joylashgan Salohiddin ota choyxonasidamiz. Tandir go'shtlarini yeb ko'ramiz. Tandir go'shtlar qarang mazaliligini. Wow! Salohiddin ota tandir go'shtlaridan yeb ko'ramiz. Qo'y go'shtiga. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasiga gap yo'q. Tashkent qalampir bilan yumush. Salohiddin ota choyxonasida barcha turdagi milliy taomlar mavjud. Tandir go'shtlarini mazasiga umuman gap. Issiq tandirdan uzilgan tandir go'sht. Mazasiga umuman gap yo'q. Shunaqa yumshoq, sochli ekan. Suyagi ko'rinmayapti buni, suyagi kammi? Terib tashlaysizlarmi? Birinchilarni. To'y va marosimlar uchun bemalol Ashtepadagi nomerga murojaat qilaverasizlar. Xonadonlaringga shuna shirin mazali qilib yetkazdirib berishadi. Salohiddin ota choyxonasi. Siz va oilangiz uchun. Pomidor soklari bilan shuna ketadi-yu tandir go'sht. Pomidor soklari ham damashnik. Tandir go'shtni yaxshi ko'raman-da. Tandir go'sht. Salohiddin otani kovoplarini ham bir tatib ko'rishlarini tavsiya qilaman. Shuna mazza, yumshoq, zo'r. Endi buni yesam ertalabgacha yeb o'tiraveramiz, shu joyda xayrlashamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Barchalaringni Qo'qon shahar Salohiddin ota choyxonasida kutib qolamiz. Rahmat e'tibor uchun.